Bu moddalarni tezroq yashirish kerak. Yoki bo'lmasa, gugurt qutiga birma-bir joylab chiqsammikin? Ha, aka, nima qilyapsiz? Yurakni yorib yubording. Nima ishing bor nima qilayotganliging bilan? Bor ket. Sal qoldi-ya, bilib qolishiga. Gap shundaki, Qashqadaryoda fuqaroning avtomashinasidan giyohvandlik moddalari topildi. Bir dona qora selofan paketga solingan. Hozir ichini ochib ko'ramiz ishtiroklaringda. Ma'lum bo'lishicha, Qashqadaryo viloyati bojxona boshqarmasining kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda Qarshi shahrida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida fuqaro boshqaruvidagi avtotransport vositasi belgilangan tartibda to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tekshiruv jarayonida fuqaroning yonida hamda avtotransport vositasida 11 dona gugurt qutisiga va 2 dona qog'oz bo'lagiga o'ralgan umumiy sof og'irligi 64.9 gram tashkil etuvchi marixuana giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.